Dubai House mijozlari ko'nglidan chuqur olgan ko'p yubkalarimizni obzor qilib bermoqchiman. Balki videolarimizda buni boshqa ranglarini obzor qilgandik. Bu esa qora rangi o'zimga juda ham yoqdi. Sizlarga ham obzor qilib ko'rsataman. Ushbu kofta yubkamiz Turkiya brendidan. Qaranglar, juda ham chiroyli. Yubkalari qo'sh etik, oldida cho'nchaklari bor. Koftalari esa qaranglar, fasonlari juda ham chiroyli. Yenglariga ham o'zgacha uslubda ishlov berishgan. Qaranglar, rezinkali va kristal toshlar bilan bezak berilgan. Oldilarimizda ham mana gifir ustiga kristal toshlar bilan bezak berilgan va tugmalarimiz rabochiy. Qaranglar, koftasiga e'tibor beringlar. Orqasi biroz uzun, oldi esa kaltaroq. Ortiqcha qomatingizni bildirmaydi. Tosi esa toza kupradan, bemalol bahorda, yozda kiysanglar bo'ladi. Qizlar, bu kofta yubkamiz eng hit prodaja bo'lgan kofta yubkalardan. Hozircha nalichida bor. Razmerlari 38 dan 44 gacha. Meni ustimda 44 razmer. O'zi men 42 razmer kiyaman va biroz malamerka ekan, shuni ham e'tiborga olinglar. Buyurtma qilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Agar boshqa rangini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Dubai House profilimizga o'ting. U yerda boshqa ranglarni ham obzor qilib ko'rsatganmiz. Agar kiyib ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat, sizlarni Dubai House'da kutib qolamiz.